1922-yilda Abduruf Fitrat, jadidchi, qolaversa ma'rifatparvar, o'zini hisobidan ko'plab iqtidorli O'zbekiston yoshlarini Germaniyaga o'qish uchun yuborgan va o'sha paytda Abduruf Fitrat butun e'tiborini muhandislikka qaratgan edi. Xo'sh, hozirgi kunda O'zbekiston yoshlarida muhandislikka qiziqishi bormi yoki yo'qmi? Va agarda bo'lsa, ular O'zbekistonning qaysi oliygohida tahsil olishlari mumkin? Javob oddiy va oson. Bu Toshkent kimyo xalqaro universiteti. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Toshkent kimyo xalqaro universitetiga xush kelibsizlar. Bu universitetda qay tarzda darslar amaliyot nuqtai nazaridan o'tkazilishini hozirda ko'rsatib beraman. Pastimda mana shu ko'rib turganingiz bu chelakda azot sovligi -196. Qo'limda mana shu choynaklardagi suvni harorati +95. Hozir ko'rasizlar. Fizika fanini oddiy va oson tarzda sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Marhamat. Ko'p turganlardek tirik qoldim va muhandislik bo'yicha, qolaversa barcha boshqa yo'nalishlar bo'yicha darslar bu yerda nihoyatda qiziqarli bo'lib o'tadi. Bu yerda faqatgina muhandislik, balkim biznes va moliya bo'yicha, qolaversa ta'lim, san'at va tibbiyot maktabi ham mavjud. Qay tarzda bu yerda amerikalik pedagog prorektor bo'lib ishlaydi? Nima uchun amerikalik talabalar aynan ushbu universitetda tahsil olishyapti? Nima uchun bu universitetni tanlashgan va qaysi fanlar bo'yicha o'qishyapti? Qolaversa O'zbekiston yoshlari ham mana shu universitetga kirmoqchi bo'lishsa, qanaqa talablar bor? Ularni hammasini bugungi video orqali birgalikda tomosha qilamiz. Demak, like-ni bosib qo'ydik va videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Rod Powell ushbu universitetning prorektori. Hozir ulardan so'raymiz, nima uchun aynan mana shu universitetda ular ishlashyapti. Good morning, Ms. Powell. Good morning. Good to see you. Nice to see you. So the first question, why do you work here at this lovely university? Kimyo International University of Tashkent is the first private university in Uzbekistan. It's the largest private university and one of the largest universities in all of Central Asia. And it's highly qualified to be a place to invite foreign students to come and study. Oh, cool. I love Uzbekistan and I love Kimyo. Oh, nice. So, which American universities does this university collaborate with? Yeah, we have close collaborations right now with George Fox University in Oregon. We were just visiting Baylor University in Texas, the University of Houston, LeTourneau University in Longview, Texas, Montana State University in Bozeman, Montana, and we just visited MIT in Boston. MIT. MIT, we've That's got great fantastic. connections. Good. Thank you. Thank you very much. Muhandis D loyihasi bo'yicha maxsus darsliklarni hozir birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ya'ni biz har bir fizika fanini hammamiz bilamiz. Har bir mavzu bo'yicha biz bolalarga o'sha mavzu bilan birgalikda tajribalarni parallelni o'rgatamiz. Fizikadagi har bir mavzuga 3 ta 4 tadan tajribani sirazi ko'rsatamizki, bolalarda u narsa yopishsin. Bu hozirgi ko'rsatadigan narsalar 7-8-9-sinflar uchun mo'ljallangan. Ya'ni darslar qanaqa? Masalan, temperatura mavzusini bilamiz. O'zingiz ham o'qigansiz maktabda. Ha, va fizika eng men ham o'qigan fan bo'lgan. Bu siz bitta emassiz, ko'pchilikda shunaqa. Mana hozir sal bo'lsa ham qiziqtiramiz sizni. Marhamat. Xo'p, temperatura jismlarga ta'sirini bilasiz. Ya sovuqdan torayadi, issiqdan kengayadi. Hozir mana shu hajmda, mana shu ichida mana havo bor. Shu hajmni toraytirib, mana hozir bu azot, suyuq azotni harorati -196 bo'ladi. -196 bu juda ham sovuq havo. Ichidagi gaz torayishini, sovishini hisobiga bu torayib ketmoqda. Mana bu ichiga demaydi ishqilib? Yo'q. Ichiga kirdi. Ya'ni mana ko'rsangiz, o'sha hajm tor bo'lib qoldi. Agar buni hozir yana olib tashlasangiz, bu yana hozir isiydi. Isigandan keyin yana o'zini holatiga qaytadi. Qaniydi bizni maktabimizda o'z vaqtida fizika fani mana shunday tarzda o'tilganida, demak men hozir jurnalistika bilan emas, balki fizika bilan shug'ullanayotgan bo'lardim. Chaling. Ovoz qanaqa? Unchalik baland emas. Unchalik. Keling, buni solamiz. Bu qo'rg'oshin. Qo'rg'oshin shunaqa xususiyati borki, yana bitta mavzuga tarqalamiz. Endi bu harorat mavzusi emas, kristallizatsiya degan mavzu bor. Qattiq jismlarda
shunaqangi nuqta bo'ladiki, qo'rg'oshinda, kremniydagi farqi yo'q. Shunaqa qattiq metallarda temperatura pasaygandan keyin xossasi keskin o'zgaradi. Hozir mana buni qo'lingizga kiyasizda, men olib bergandan keyin yana xuddi shunaqa chalasiz. Termik muvozanat degan narsa bor. Mana qaynash to'xtadimi, bu degani hozir qo'rg'oshin bilan buni harorati bir xil bo'ldi degani. Ha, bo'larkan degan odam yo'q. Mana buni qo'ng'iroq cholindi desa ham bo'ladi. Bundan oldin deyarli ishmaganmiz. Demak, mana shunga o'xshash tajribalar bu endi hozir bitta mavzuga ko'rdik. Bitta mavzuga. Endi fizikani sal-pal bilsangiz kerak, qancha mavzu bor. Energiya, bu o'quvxona e'tibor bilan qarang mana shu obyektga. Demak, bu yerda mana texnologiyalar ko'rib turibsiz hamma joydan. Kabellar qolaversa, chiplar, lekin eng oxirini qaraydigan bo'lsangiz, qorong'ulik. Ya'ni qanchalik odamzod hozirda ilmiy texnikaviy progressga qolaversa, mana shunday texnologiyalarga qaram bo'lganligi haqida maxsus obyekt. Xo'sh, yana nimalar bu yerda bor? Qanaqa yana eksponatlar bu yerga o'rnatiladi va qay tarzda darslar o'tishini bizga ushbu universitetning o'qituvchilaridan biri Muhammadjon aytib beradi. Demak, asosiy g'oyamiz insoniyat va texnologiyaning o'zaro ta'siri va biz qaysi holatdamiz, qayerga qarab ketyapmiz. Masalan, mana bu piramidaga qarashingiz mumkin. Bu yerga agar ichkariroqdan qaraydigan bo'lsangiz, cheksizlik ketadi. Shunday. Cheksizlik. Ya'ni bu yerda biz hozir cheklanmaganmiz insonning tushunchalarini. Chunki shunaqa san'atkorlar kelib bitta eksponat oldida 1 soatlab turgan holatlar bo'ldi. Ya'ni har bir odam o'zicha tushunadi. Masalan, bu yerda mana QR kod, ko'pchilik bilasiz, bu ishlaydigan QR kod. Buni telefoningizdan xohlagan tomoningizdan oladigan bo'lsangiz, bizda Kimyo xalqaro universitetini ofitsial saytiga kiradi. Ya'ni QR kod xohlagan tomon. Bemalol demak, Kimyo universitetini faoliyatini ko'rishingiz mumkin. Albatta, albatta. Bunaqa tarzda QR kodni hali ko'rmagandim lekin. Shunaqa har xil tomondan ishlaydi bu. Xo'p, yana bu yoqqa o'tamiz. Bu rasmlar talabalar o'zlari qilishgan. Demak, Nikola Tesla va Einstein. Bularga agar yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, deylik, bunda ham yana ramziy ma'nolar bor. Misol uchun mana buni kullerda miya qismiga o'rnatilgan, ya'ni bu ilm-fan insonlarning miyasi ko'p ishlaydi. Miya sovib ketgan paytda qargan to'p turish kerak, Shunaqa ma'no berilgan qisman. 3-kurs talabasi tomonidan qilingan. Bu ko'rinishdan oddiy kartonlardan ishlangan. Ya'ni qarasiz bitta odam ma'yus o'tiribdi. Ya'ni shu texnologiyadan qiynalib ketgan, bu tomonlari yemirilgan. Biz bilamiz, mana hozir Wi-Fi, televideniya, radio to'lqinlar odamni yeb tashlayapti. Xuddi shunaqa yemirilgan bir tomoni ma'yus o'tiribdi. Demak, u yoq nima bo'lishini hali bilmaydi. Bilasizmi, Pensilvaniyada bizda Amish degan odamlar bordi. Ular haligacha hech qanaqa texnologiyalardan foydalanmagan holda, hattoki telefoni ham yo'q, sveti ham yo'q, mashinalari yo'q, ot aravalarda yurishadi. Bunaqa demak, darsxonalaringizga yana 2-3 marotaba men kirsam, aqshga qaytganda Nyu-Yorkka emas, to'g'ri Pensilvaniyaga, Amishga qarab men yo'l olib o'sha yerda yashashim mumkin. Toshkent Kimyo xalqaro universitetida nafaqatgina o'zbekistonlik yoshlar, balkim Amerikadan kelgan talabalar ham tahsil olishmoqda. Savol tug'iladi. Amerikani qaysi shtatlardan ular tashrif buyurishgan, nima uchun aynan mana shu universitet tanlashgan va qanaqa fanlarni ular bu yerda o'zlashtirishyapti? Bu savollarni hozirda ularga beramiz. Hello ladies. Hi, how are you? Doing well. How are you? So, I'm well. So, where are you from originally? I'm from Aloha, Oregon. Oh, nice. I'm from Texas, Tejas. Oh, cool. Boys. Nice, yes. So, why did you choose exactly this university? Well, I wanted to come to a country where they speak Russian every day to practice, and this is one of the greatest universities in Tashkent. And what about Uzbek language? Uzbek language after Russian. Okay. And what about you? I mean, same answers for me, and I've dreamed of living in another country for many years. So to be here feels like a dream come true. So I would like to give you some moral suggest. Russian language is the most difficult language in the world. Good luck. Thank you. Thank you. What about you? Where are you from and why did you choose this university? I'm from Beaverton, Oregon, and I choose this opportunity because I was presented with the opportunity to coach. And, yeah. So, and what do you study here? I study Russian language here. Cool. I wish you all the best. Thank you. What about you? I'm from Portland area, in Oregon also, and I'm studying mechanical engineering. And I'm engineering in and Uzbekistan. Yeah, I'm actually doing a semester study abroad program with my university back in the U.S., George Fox University. I'm studying here for the semester. So, Good luck. Yeah. I'm from Georgia, from Athens, Georgia, and I'm studying here because I love learning about new cultures, and this has given me a really good opportunity to meet people and learn about culture. And I'm studying Russian language as well. Thank you.
What about you? Yeah, so I'm from Hillsboro, Oregon, and I mean, I came here to experience life and culture in a part of the world completely foreign to my own. I'm currently studying Russian language here at Kimyo. I'm teaching English and coaching basketball at Vosik School nearby. Thank you. I'm Zach, and I'm from Tigard, Oregon. And I chose to come study Russian at KU because the high level of education and also because of the beautiful culture that's very different from the one that I grew up in. So it's really exciting. Thank you. So I know very well that the studying process is a very difficult one. Yes, Russian language, mechanical, yes, but we have to be optimistic. Yes, because even though it's a very difficult and hard process, we have to be a very optimistic person. Mark Twain once said that pessimist people invented ko'rib turganinglardek bu yerda amerikalik talabalar nafaqatgina rus tilini, ba'zi birlari muhandislikda ham o'rganishyapti. Demak, shunchalik muhandislik yo'nalishini kelajagi porloq. Endi esa navbat tibbiyot yo'nalishiga. Mening yonimda aynan mana shu yo'nalish bo'yicha ushbu universitetning dekani Jobir aka Ahmedov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizning klinikaga. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Nimani biz yoshlarimiz bilish kerakki, ushbu klinika haqida, qolaversa tibbiyot yo'nalishi haqida. Tibbiyot yo'nalishida nazariy ta'lim bilan birgalikda amaliy ta'lim ham bo'lishi kerak. Nazariyada olgan barcha bilimlarni mana shunaqa ajoyib zamonaviy klinikamizda amaliyotga tatbiq qilishni o'rganishadi. Chunki tibbiy ta'limda klinikasiz, shifoxonasiz, kasalxonasiz o'qitishning imkoni yo'q. Jahon tajribasi. Hozir biz universitetimizda tibbiyot yo'nalishi uchun demak yaratilgan barcha sharoitlarni sizlarga ko'rsatamiz. Bizning auditoriyalarimiz, bizning texnik imkoniyatlarimiz, moddiy texnik bazamiz barchasi bilan tanishtirib chiqamiz. Unda boshladik. Nyu-Yorkda opera Fantomga hamisha borish yaxshi ko'rardim. Adashmasam bu Fantom zali. Xuddi shunday. Bu stomatologiya yo'nalishini o'qitish uchun mo'ljallangan Fantom zali. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri amaliyotda olgan bilimlarni to'g'ridan to'g'ri bemorlarda birinchi navbatda sinalmaydi, balki avval mana shunday maksimal inson, real insonga yaqinlashtirilgan, maksimal yaqinlashtirilgan fantomlarda ular qo'llarini o'rgatishadi. Mana bunday mikroskoplar orqali mana bu katta ekranlarda uni kattalashtirgan holda ko'rib, detallar bilan mayda-chuyda o'sha mayda eng kichkina detallar bilan ishlashni o'rganishadi. Qo'llarini, ko'zlarini to'liq o'rgatgandan keyin, ana undan keyin ular bemorlarga kirishlari mumkin va bemorlar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlashlari mumkin bo'ladi. Demak, mana shuning uchun mo'ljallangan zamonaviy, bu hozir demak 25 ta talabani bir vaqtning o'zida sig'dira oladi. Bemalol mana shu bugungi kunda stomatologiya yo'nalishimizning barcha talabalari bundan foydalanish imkoniyatiga egalar. Yuragi bo'shlar bo'lsa, qaramasin, bu anatomiya xonasi. Bizning anatomiya xonamiz bu tibbiyotning eng fundamental fanlaridan biri bo'lgan anatomiya fanini o'rgatishga mo'ljallangan. Bugungi kunda mana shunaqangi zamonaviy Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan anatomiya stolidan foydalanamiz. Bunaqa stollarimiz nafaqat bizning Toshkentdagi, balki viloyatlardagi filiallarimizga ham o'rnatilgan. Bu stol yordamida bemalol o'sha inson tanasini hamma tomondan o'rganish mumkin. Tizimlar bo'yicha o'rganish mumkin. Mushaklar tizimi deysizmi, ichki organlar tizimi deysizmi? Bularning eng qiziq tomoni hozirgi kundagi Rossiyada ishlab chiqariladigan analoglardan farqli tomoni bu haqiqiy murda preparati asosida tayyorlangan. Ya'ni bu chizilgan yoki qanaqadir kompyuter grafikasi yordamida yaratilgan emas, balki haqiqatan o'z tanalarini keyinchalik o'sha insonlarning foydalanishi uchun vasiyat qilgan insonlarning murdalarini kesmalari asosida tayyorlangan va real odam organizmiga real yaqin, maksimal yaqinlashtirilgan. Va mana shu fantomlarda o'rgangandan keyin ular bemorlarda yoki operatsiya jarayonida qon tomirlarini, mushaklarni, nervlarni bir-biridan osongina ajratishni o'rganishadi. O'tgan yili Nyu-Yorkda dunyo bo'yicha yagona odamlar suyagi savdosi bilan shug'ullanadigan do'konga borganimda, so'ragandim o'sha do'kon egasidan, kim sani patsientlaring? O'sha paytda so'ragandim, kim sani klientlaring? O'sha paytda u javob bergandi. Birinchi o'rinda politsiya xodimi, qolaversa ikkinchisi bu tibbiyot muassasalari. Albatta. Chunki talabalar qanchalik ko'p odamlarning suyaklarini o'rganishsa, shunchalik ular demak yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin. Chunki bitta odamning skeleti ikkinchisiniki umuman o'xshamas ekan. Shuning uchun aynan shunaqangi deyarli tirik murda orqali demak anatomiyani o'rganish menimcha bu bo'lajak mutaxassislarimiz uchun yaxshi bir amaliyot. Yaxshi amaliyot. Bu yerda talabalar o'tiribdi. Bitta bildim, bular O'zbekistonlik emas. Ha, bizda nafaqat o'zimizning mahalliy talabalarimiz, balki xorijdan kelib tahsil olayotgan talabalarimiz ham bor. Mana hozir ularning bir qismi bu yerda amaliyot jarayoni bilan shug'ullanishmoqda. Bular bizga Hindiston davlatidan kelgan
talabalarimiz hozir mana amaliyot jarayonida to'g'ridan to'g'ri demak ingliz tilida tahsil olishadi bu yer. Va bemalol o'zlarini yurtlarida o'qiyotgandek his qilishadi o'zligini. Assalomu alaykum and good afternoon. So, where are you from? I'm from Karnataka, from India. Okay. Well, why do you study here, not in India? Because? Because it's a good infrastructure this college is providing, so I choose this university. Oh, good. I'm studying MBBS. Mm-hmm. Here, the study is very good and infrastructure is good, and the teachers giving us so many knowledge. Mm-hmm. Yeah. Thank you very much. You are from the motherland of Mahatma Gandhi. You have to be the best. Yeah. So, and what about you? I'm from India, Tamil Nadu. I chose this university because of these studies. It is good. It's teaching very good and infrastructure is good. It's one of the best college in Uzbekistan, Tashkent. I choose this college. Is very good teachers teaching very more, and infrastructure is very good, and its teaching process is very softly teach. Any doubt asking clearly told, so no problem. Okay. Thank you. And what about you, young lady? Good afternoon, Good sir. afternoon. I'm Akalya from India, Tamil Nadu. It's a wonderful experience studying here. I'm studying first course right now. Every teachers are very great here. They teach us very good very good English, and they never skip any syllabus. We are covering up everything here soon. Thank you. I wish you all the best. And so, okay, if you don't know Zinat Aman, that's okay. At least, do you know Dimple Kapadia? No, okay, no problem. At least, do you know Mithun Chakraborty? Yeah. Oh, thank God. Shah Rukh Khan? Yes, sir. Oh, good. I wish you all the best. Thank you. Good luck. Bu yerda nafaqatgina Hindistonlik talabalar, balkim Hindistonlik o'qituvchilar ham bor. Hello, sir. Hello, how are you doing? I'm well, and what about you? I'm good, I'm good. Just one question. Would you please tell us about the educational process at this university? Okay, this university we are offering actually a bachelor's program in medicine. It is 6 years duration, like we cover all the subjects including the basics. So we start from say biology, chemistry, anatomy, physiology, then we go on, all the subjects, like I think we have around 50 subjects, I think. Thank you. In a duration of 5 years, 6 years actually. And simultaneously we take them to the hospital for training, that is an internship, and final year will be totally in the hospital. So 5 plus 1, totally 6 years duration. Yeah. We know very well that one of the best doctors in the world in India. Yeah. So good that Indian professors are here. Yeah. That is my pleasure. Yeah, we are trying, Thank you. Even the Uzbek teachers are good. Thank you. Qaysi viloyatlarda ushbu universitetning filiallari bor? Bugungi kunda Namangan viloyatida va Samarqand viloyatida bizning universitet filiallari faoliyat ko'rsatyapti. Bu yerda bizni Toshkentdagi deyarli barcha ta'lim yo'nalishlarimiz mavjud va jumladan tibbiyot yo'nalishi ham ikkala filialimizda ham mavjud. Bugungi kunda bizda talabalarimiz ma'ruzalarni o'qish uchun juda ham katta professorlarimiz kelib ma'ruzalarni o'qishadi va ular uchun mana shunaqangi katta ma'ruza zallarni tayyorlaganmiz. Bir vaqtning o'zida 200 ga yaqin talaba bitta zalimizda bemalol joylashadi va professional leksiyalarni tinglashi mumkin. Bu yangi o'quv binoyimizda jami binoni o'quv sig'imi 4000 ta talabaga mo'ljallangan va mana shunday ma'ruza zallarimizdan 10 ta ma'ruza zali mana shunaqa o'rnatilgan. Va bir vaqtning o'zida 10 ta ma'ruza zalda 2000 ta talaba ma'ruzalarni bemalol eshitishi mumkin. Va qolaversa mana katta monitorlarimizda biz boya ko'rgan o'sha anatomiya stolida ko'rgan ichki organlarning tuzilishi, ularni hamma tomonlama 3D formatdagi ko'rinishlarini translyatsiya qilish mumkin va bir vaqtning o'zida 200 ta talaba uni ko'rib kuzatib turishi mumkin. Mana shunday organlarni 3D formatda tomosha qilish albatta yaxshi ham tibbiyot sohasida emas, jurnalistika sohasida ekanman. Bu video kamerali mikroskopmi? Ha, albatta, bu mikroskop yordamida nafaqat siz bu yerda ko'rishingiz mumkin. Nimaiki ko'rayotgan bo'lsangiz, buni monitorda ekranga chiqarib beradi va siz ko'rayotgan narsani talabalar atrofda turib, xuddi shuni baravar ko'rishadi. Shu bilan birgalikda bu mikroskopdan raqamli sifrovoy fotoapparat yordamida bemalol suratlarni olish mumkin va keyin slaydlar ko'rinishida yana talabalarga taqdim etsa bo'ladi. Va qolaversa, bu mikroskoplarda translyatsiya qilish imkoniyati ham bor. Ya'ni shu yerda ko'rinayotgan narsani katta ekranga chiqarish imkoni bor.
Adashmasam bu laboratoriya, to'g'rimi? Ha, bu laboratoriya hozir biz biologiya laboratoriyasida turibmiz. Biologiya laboratoriyasida juda ham ko'plab mana tekshiruv asbob anjomlari bu yerda mujassamlashgan. Asosiy bu yerda hozir talabalarga o'rgatadigan narsamiz bu genetik tadqiqotlar. Ya'ni biologiyadagi genetika sohasida bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlarni mana shu laboratoriyada o'rganishadi. Chunki oxirgi yillarda genetik kasalliklar aholi o'rtasida juda ham ko'p uchrayotgan kasalliklar bo'lganligi sababli bu tadqiqotlarni birinchi, ikkinchi kursdayoq o'rganish talab etiladi. Keyinchalik klinikaga borganda uni asosini tushunish uchun mana shunday asbob uskunalarda analiz qilib, tahlil qilib, undan keyin ular xulosa qilishlari ancha oson bo'ladi. Adashmasam daktiloskopik kasalliklar bo'yicha maxsus tadqiqotlar aynan mana shu laboratoriyada olib boriladi. Albatta, bu yerda daktiloskop ham bor bizda. Ya'ni bemalol ular o'sha barmoq izlarini o'rganishadi, ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishadi va ularni har bir insondagi individual farqlari ham bemalol ular o'z ko'zlari bilan ko'rishadi va shu orqali ular tadqiqotlarni o'zlari o'rganib ketishadi. Bu bizning universitetimizning tibbiyot yo'nalishiga mo'ljallangan maxsus kutubxonamiz. Bu yerda tibbiyot yo'nalishiga tegishli barcha adabiyotlar mavjud. Bugungi kunda umumiy adabiyot fondi 15 mingdan ortiq kitobni o'z ichiga oladi. Bu faqatgina mana shunday kitob ko'rinishida. Elektron kitoblardan tashqari. Elektron kitoblardan tashqari. Elektron kitoblarimiz endi uni soni juda ham ko'p. Chunki bugungi kunda tibbiyotda nafaqat o'zbek tilida, balki rus tilida, ingliz tilida va boshqa xorijiy tillardagi kitoblardan ham o'qish talab etiladi. Shundagina tibbiyot sohasini to'liq zamon bilan hamnafas bo'lib o'rganish mumkin. Shuning uchun xorijiy tildagi kitoblarimiz ham bor bizda. Mani ustozlarimdan biri Vladimir Pozner, Rossiyaning bir bosh shifokorlaridan biri bilan suhbat qilayotgan paytda aynan intervyu jarayonida unga savol bergandi. Nima uchun Rossiya davlatining shifokorlari chet elnikiga qaraganda malakasi pastroq deganda javob menga juda yoqqandi. Chunki bizning shifokorlar degan u bosh shifokor ingliz tilini ko'pchiligi bilishmaydi. Shunday. Aynan adabiyot bo'yicha chiqayotgan yangiliklar 97% ingliz tilida. Faqatgina 3% rus tilida deb aytgandi. Men o'sha paytda qo'rqib o'sha savolni bermagandim. O'zbek tilida necha foiz? Shuning uchun men xursand bo'ldimki, aynan ingliz tilida ham bu yerda darslar olib borilyapti. Shuning uchun ham agarda talabalar aynan tibbiyot bo'yicha qanaqadir yangiliklarni bilmoqchi bo'lsa, bu borada ularda muammo bo'lmaydi, to'g'rimi? Muammo yo'q. Bemalol ingliz tilidagi zamonaviy adabiyotlardan o'rganib, o'zlarining bilimlarini mustahkamlab borishlari mumkin bo'ladi. Aytingchi, O'zbekiston yoshlari mana shu universitetga agarda topshirmoqchi bo'lishsa o'z hujjatlarini abituriyent sifatida birinchidan qachondan boshlab demak bu jarayonni ular boshlashlari mumkin va eng asosiysi qanaqa talablar bor? Birinchi navbatda qabul jarayoni bu hujjat topshirishdan boshlanadi. Aprel oyida har yili bizda hujjatlarni onlayn qabul qilish jarayonlari boshlanadi. Demak, qabul boshlanib bo'lgan. Qabul boshlanib bo'lgan. Qachongacha? Hozir bizda iyul oyigacha qabul jarayoni davom etadi. Iyul oxiridami? Iyulning oxirida tugaydi va bizda keyin kirish imtihonlarimiz bo'ladi. Kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan abituriyentlarni keyin talabalikka tavsiya etamiz va ularni keyin o'sha qabul qilamiz. Qay tarzda o'sha kirish imtihonlari bo'ladi? Kirish imtihonlari har bitta yo'nalishni o'sha maktabni yo'nalishini o'zidan kelib chiqqan holda tegishli fanlar bo'yicha demak suhbat bo'lishi mumkin. Suhbat ko'rinishida, ya'ni beseda deymiz. Bundan tashqari yozma imtihonlar ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Mana tibbiyot yo'nalishlarida masalan yozma imtihonlar ko'rinishida qabul qilganmiz. Boshqa yo'nalishlarimizda suhbat ko'rinishida demak imtihonlar bo'lib o'tadi. Grantlar ham berasizlarmi? Albatta, bizning talabalarimizga grantlar ham bor. Ayrim yo'nalishlarimizda bugungi kunda juda ham talab yuqori bo'lgan yo'nalishlarda birinchi kursdanoq grant taqdim etilishi mumkin, lekin aksariyat ko'pchilik yo'nalishlarimizda birinchi kursni tugatgandan keyin muvaffaqiyatli o'qigan, yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'lgan, baholari va ilmiy faoliyati umuman faol bo'lgan talabalarga universitet grantlari ham taqdim etiladi. Va ular mana shu 1 yil yoki bo'lmasam yana bir necha yil davomida grantda o'qishni davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Bu oliygohning kutubxonasi haqiqatan ham zo'r ekan. Juda ham yaxshi kitoblar bor ekan. Masalan, hali kitobimni eng birinchi nashri shu yerda bor ekan. Marhamat. Qolaversa, kitob o'qilmaganini qayoqda bilib olsa bo'ladi. Mana qaranglar. Zo'rg'a turibdi bechara kitob. Nechta odam demak yaxshi niyatlar bilan bu kitobni o'qigan. Juda xursand bo'ldim. Hurmatli O'zbekiston yoshlari, bugun biz sizlarga qisqa tarzda Toshkent
Kimyo xalqaro universitetini faoliyatini ko'rsatib berdik. Agarda sizda ushbu universitetga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, ayniqsa muhandislik bo'yicha, qolaversa tibbiyot yo'nalishi bo'yicha va bilasizlar bu yerda bundan oldin aytib o'tganimdek, aynan biznes qolaversa san'at yo'nalishi bo'yicha maxsus yo'nalishlar bor. Mana shu yo'nalishlar bo'yicha sizlarda qiziqish uyg'ongan bo'lsa, demak o'z vaqtida rock and roll qiroli Elvis Presley aytganlaridek now or never, ya'ni hozir yoki hech qachon. Harakatinglarni hozirdan boshlanglar. Kerakli ma'lumotlarni ushbu videoning tagida men yozib qoldiraman va siz ham ushbu universitetga talaba bo'lishga harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Toshkent kimyo xalqaro universitetida ko'rishguncha